Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu yerda siz bilan men iqtisodiy tahlilchi va pensiya tizimi bo'yicha ekspert. Bugungi mavzumiz juda jiddiy va har birimizga bevosita ta'sir qiladigan masalaga bag'ishlangan. Gap shundaki, 2026 yildan boshlab pensiya tizimida katta o'zgarishlar kutilmoqda. Pensiyalar 2026 yangi qoidalar kim to'lovlarni yo'qotadi? Aynan shunday sarlavha bugungi suhbatimizning markazida turadi. Bu axborot nafaqat yoshi ulug'larimiz, balki yoshlar, ya'ni bugun mehnat qilayotgan har bir shaxs uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Kimdir pensiya hisob-kitobi bo'yicha umidlari puchga chiqishini, kimdir esa kutilganidan kamroq nafaqa olishini bilishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Har bir tafsilotni tushunishga harakat qiling, chunki bu sizning kelajagingiz. Va agar mavzu siz uchun muhim bo'lsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimi asosan xizmat staji va ish haqi miqdoriga asoslanardi. Ya'ni shaxs qancha yil rasmiy ravishda ishlagan bo'lsa va bu yillar davomida qancha ish haqi olgan bo'lsa, uning pensiya miqdori shunga qarab hisoblanardi. Stajni hisoblashda ko'pincha sobiq ittifoq davridagi mehnat daftarchasidagi yozuvlar, keyinchalik esa elektron ma'lumotlar bazasi asos qilib olinardi. Minimal xizmat staji talabi bor edi. Masalan, erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil. Agar shaxs shu minimal stajga ega bo'lsa va belgilangan yoshga erkaklar 6, ayollar 25 yetgan bo'lsa, u pensiya olish huquqiga ega bo'lardi. Ish haqi hisob-kitobida esa so'nggi ma'lum bir davrdagi, masalan 5 yil oylik ish haqi o'rtachasi olinib, pensiya miqdori formulasi bo'yicha hisoblanardi. Bu tizim nisbatan sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilganlar yaxshi pensiya olishga haqli edilar deb hisoblanardi. Lekin vaqt o'tishi bilan iqtisodiy vaziyat o'zgardi, demografik holat o'zgardi, mehnat bozorida norasmiy bandlik ko'paydi. Ko'p odamlar chet elda ishlashga ketdi. Ularning staji mamlakat ichida hisoblanmadi. Bularning barchasi amaldagi pensiya tizimining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'p yillar davomida soliq to'lab ishlamaganlar ham minimal pensiyaga umid qilishlari mumkin edi. Bu esa soliq to'lovchilar yukini oshirardi. Endi esa 2026 yildan boshlab joriy etilishi kutilayotgan yangi qoidalar pensiya tizimi tubdan o'zgartirishni nazarda tutadi. Asosiy o'zgarish bu bol tizimiga o'tish hisoblanadi. Ya'ni endi sizning pensiyangiz nafaqat staj va ish haqi, balki har oyda pensiya jamg'armasiga qilingan aniq ijtimoiy ajratmalar miqdoriga bog'liq bo'ladi. Har bir to'langan so'm uchun sizga ballar beriladi va pensiya yoshiga yetganingizda bu ballarning umumiy yig'indisi pensiya miqdoringizni belgilaydi. Bu degani kim qancha soliq to'lagan bo'lsa, shuncha ko'p ball yig'adi va shuncha yuqori pensiyaga ega bo'ladi. Bu tizimning asosiy maqsadi pensiya tizimining shaffofligini oshirish, fuqarolarni rasmiy bandlikka undash va pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligini ta'minlash. Shuningdek, minimal xizmat stajiga bo'lgan talab ham o'zgarishi mumkin. Uni bosqichma-bosqich oshirish rejalashtirilmoqda. Bu esa pensiya yoshiga yetgan har bir shaxs minimal stajni to'plashi uchun ko'proq rasmiy ishlashiga majbur qiladi. Bu o'zgarishlar shuni anglatadiki, norasmiy ishlaganlar, soliq to'lashdan qochganlar yoki past maosh ko'rsatganlar endilikda bundan jiddiy zarar ko'rishadi, chunki ularning ballari juda kam bo'ladi. Birinchi asosiy qism. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Bu yangi ball tizimi va staj talablarining o'zgarishi hammaga bir xil ta'sir qilmaydi, albatta. Keling, har bir holatni alohida ko'rib chiqamiz. Kim xavotir olishi kerak? Bizga rasmiy xizmat stajiga ega shaxslar. Misol Farhod akamizni olaylik. U 55 yoshda umrining katta qismini chet elda qurilishda ishlagan. O'z yurtida esa faqat 10 yil rasman zavodda mexanik bo'lib ishlagan. Qolgan 15 yilini dehqonchilik yoki norasmiy xizmat ko'rsatish bilan o'tkazgan. Eski qoidalar bo'yicha u minimal stajga ega bo'lmasa-da ehtimol ijtimoiy nafaqa yoki ba'zi imtiyozli pensiya turiga umid qilishi mumkin edi. Lekin yangi qoidalar minimal xizmat stajini, masalan, 20 yilga oshirishi va ayniqsa ball tizimiga o'tishi sababli Farhod akamizning rasmiy 10 yillik staji juda kam ball to'playdi. Agar 2026 yildan boshlab minimal staj 20 yil etib belgilansa va u faqat 10 yilga ega bo'lsa, Farhod akamiz oddiy pensiyaga umid qila olmaydi.
unga faqat juda kam miqdordagi ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Misol uchun oldinroq u minimal pensiya sifatida 2,5 million so'm olishi mumkin bo'lsa, endi faqat ijtimoiy nafaqa sifatida 700 ming so'm atrofida mablag' olishi mumkin. Chunki uning rasmiy ajratmalari va ballari yetarli emas. 2. Nomtazam daromadga ega bo'lganlar yoki daromadini past ko'rsatganlar. Misol, Dilshod ismli tadbirkorni ko'rib chiqaylik. U yillar davomida kichik do'konni boshqargan, ammo soliq yukini kamaytirish maqsadida o'z daromadining faqat kichik bir qismini rasman ko'rsatgan. Ya'ni u oyga 5 million so'm daromad olsa ham rasmiy hisobotlarda 2 million so'm deb ko'rsatgan va shunga yarasha pensiya jamg'armasiga ajratmalar o'tkazgan. Eski tizimda uning staji yetarli bo'lsa, ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi garchi past ko'rsatilgan bo'lsa ham asosida pensiya hisoblanardi. Yangi ball tizimi esa Dilshodning har bir to'lagan so'miga ball beradi. Agar u faqat 2 million so'mdan ajratmalar to'lagan bo'lsa, uning ballari kam bo'ladi va natijada pensiyasi ham yuqori daromadni rasmiylashtirgan tadbirkorga nisbatan sezilarli darajada past bo'ladi. Agar u o'rtacha 5 million so'mdan to'laganda 3 million so'm pensiya olgan bo'lsa, past ko'rsatganligi sababli 5 million so'm atrofida pensiya olishi mumkin. Uning asl daromadi va to'lagan ajratmalari orasidagi farq uning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Nafaqaga yaqin qolgan va eski qoidalarga umid bog'laganlar. Misol, Oysha opa 23 yoshda. U umr bo'yi o'qituvchilik qilgan, lekin yillar davomida 3 yil bolalarni parvarish qilish uchun dekret ta'tilida bo'lgan. Yana bir yili erining kasalligi sababli ishdan bo'shab, keyin qayta ishga kirgan. Uning jami rasmiy staji 19 yilni tashkil etadi. Eski qoidalar bo'yicha ayollar uchun 20 yillik minimal staj talabi bor edi. U bu stajga juda yaqin edi va qolgan 1 yilni ishlasa, pensiyaga chiqishga umid qilgan. Ammo 2026 yilga kelib, minimal staj 22 yilgacha oshirilsa, Oysha opaning 19 yillik staji yetarli bo'lmay qoladi. U yana 3 yil ishlash kerak bo'ladi. Bu esa uning rejalarini butunlay o'zgartirib yuboradi. Agar u bu 3 yilni ishlay olmasa, u ham oddiy pensiya o'rniga ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak yoki kamroq? 1. Uzoq, rasmiy stajga va barqaror yuqori daromadga ega shaxslar. Misol, Baxtiyor aka 20 yoshda. Umrining o'ttim yilini davlat korxonasida muhandis bo'lib ishlagan. Doimiy ravishda yuqori ish haqi olgan va pensiya jamg'armasiga barcha ajratmalar o'z vaqtida o'tkazilgan. Uning mehnat daftarchasi to'liq, barcha ma'lumotlar elektron bazada ham mavjud. Yangi ball tizimi aynan Baxtiyor akaga o'xshagan fuqarolarni mukofotlaydi. Uning yig'gan ballari ko'p bo'ladi, chunki u uzoq vaqt va yuqori daromaddan rasmiy ajratmalar to'lagan. Natijada uning pensiya miqdori yangi tizimda ham yuqori bo'ladi. Hatto ba'zi hollarda eski tizimdagi hisob-kitobdan ham foydaliroq chiqishi mumkin. Chunki yangi tizimda har bir to'langan so'm qadrlanadi. Unga pensiya tayinlashda hech qanday muammo tug'ilmaydi. 2. Maxsus imtiyozlarga ega bo'lgan ayrim kasb egalari yoki toifalar. Agar yangi qonunchilikda ba'zi toifalar uchun maxsus shartlar saqlanib qolsa, ular ham xavotir olmasliklari mumkin. Masalan, harbiy xizmatchilar, nogironlar, ko'p bolali onalar uchun pensiya tayinlashning o'ziga xos qoidalari mavjud bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda bu qoidalar ustida ish olib borilmoqda, ammo odatda bunday toifalar uchun ma'lum darajada himoya mexanizmlari saqlanib qolinadi. Masalan, 5 va undan ortiq farzandi bor ayollar uchun pensiya yoshi pasaytirilishi mumkin yoki ularning pensiya hisob-kitoblarida ma'lum koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu ularning har oyda ajratmalar to'lash imkoniyatlari cheklanganligini hisobga olgan holda qo'llaniladigan ijtimoiy yordam shakli hisoblanadi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nüanslar yangi pensiya tizimi har qanday boshqa jiddiy islohot singari o'zining istisnolari, oldindan ko'ra bilinmas tuzoqlari va aniq bo'lmagan jihatlariga ega bo'lishi mumkin. Bularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qilishi mumkin. Istisnolar: 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Odatda nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun pensiya tayinlash qoidalari alohida tartibda belgilanadi. Ular uchun xizmat stajiga bo'lgan talablar yumshoqroq bo'lishi mumkin yoki umuman qo'yilmasligi ham mumkin. Masalan, birinchi guruh nogironlar uchun ish stajidan qat'iy nazar ma'lum bir nafaqa tayinlanadi. Ikkinchi va uchinchi guruh nogironlar uchun esa staj talabi kamaytirilgan holda qo'llanilishi mumkin. Yangi tizimda ham ularning ballariga qaramay ma'lum minimal daromad kafolatlanishi mumkin. Bu insonparvarlik tamoyili bo'lib,
davlatning ijtimoiy himoya siyosatining ajralmas qismidir. İki urush faxrlari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, bu toifadagi fuqarolar uchun ham pensiya qoidalari aksariyat hollarda umumiy qoidalardan farq qiladi. Ular uchun imtiyozli shartlar saqlanib qolishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, ularning pensiya yoshiga yetish shartlari yumshoqroq bo'lishi mumkin yoki pensiya miqdori hisob kitobida maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu ularning mamlakat oldidagi xizmatlari va qahramonliklari uchun minnatdorchilik belgisidir. Ko'p bolali onalar hozirda ham 5 va undan ortiq farzandi bor ayollar uchun pensiya yoshi ma'lum muddatga, masalan 5 yilga pasaytirilgan. Yangi tizimda ham bu imtiyoz saqlanib qolishi mumkin. Chunki bolani parvarish qilish davri ayolning mehnat stajida uzilishlarga sabab bo'ladi va ularning pensiya jamg'armasiga muntazam ajratmalar to'lash imkoniyatlari cheklanadi. 4. Xavfli sharoitlarda ishlaganlar, kimyoviy sanoat, to'kon sanoati kabi xavfli va og'ir sharoitlarda ishlagan shaxslar uchun imtiyozli pensiya shartlari, masalan, pensiya yoshini pasaytirish saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun har bir yillik ish staji 1,5 yil yoki undan ko'proq hisoblanishi mumkin. Bu ularning sog'ligiga yetkaziladigan zarar va mehnat uchun kompensatsiya hisoblanadi. Tuzoqlar: 1. Norasmiy bandlik va past maosh ko'rsatish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yangi tizimning eng katta tuzoqlaridan biri. Agar sizning ish beruvchingiz sizni rasmiy ishga joylashtirmagan bo'lsa yoki sizning maoshingizning faqat bir qismini rasman ko'rsatib qolganini konvertda berayotgan bo'lsa, bu sizning pensiya jamg'armasiga to'lanadigan ajratmalaringizni kamaytiradi. Natijada siz kamroq ball yig'asiz va kelajakda pensiyangiz ham shunga yarasha kam bo'ladi. Bu muammo ko'plab fuqarolarni to'liq pensiya huquqidan mahrum qilishi mumkin. 2. Hujjatlardagi nomuvofiqliklar. Ba'zi fuqarolarning mehnat daftarchalarida xatoliklar, yozuvlardagi chalkashliklar yoki umuman daftarchaning yo'qligi kuzatiladi. Elektron bazada esa bu ma'lumotlar to'liq aks etmasligi mumkin. Pensiya tayinlashda bu hujjatlar juda muhim. Agar sizning stajingiz tasdiqlanmasa, sizning ballaringiz ham hisoblanmaydi. Bu ayniqsa eski mehnat daftarchalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ulardagi yozuvlar ba'zan o'qib bo'lmas darajada bo'ladi yoki muhri tushunarsiz bo'ladi. 3. O'tish davri qoidalari. Yangi qoidalar darhol joriy etilmaydi, balki ma'lum bir o'tish davri bilan kiritilishi mumkin. Bu o'tish davrida ba'zi qoidalar eski tizim bo'yicha, ba'zilari esa yangi tizim bo'yicha qo'llanilishi mumkin. Bu esa fuqarolarni chalkashtirib yuborishi mumkin. Masalan, 2026 yilgacha yig'ilgan staj eski qoidalar bo'yicha. 2026 yildan keyingi staj esa yangi ball tizimi bo'yicha hisoblanishi mumkin. Bu ikki tizimni qanday bog'lash muhim nuans bo'ladi. Noaniq nuanslar: bir xorijda ishlagan vaqtni hisobga olish. Chet elda ishlagan fuqarolar uchun pensiya stajini hisoblash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Agar O'zbekiston boshqa davlatlar bilan pensiya masalasida shartnomalar tuzgan bo'lsa, bu staj hisobga olinishi mumkin. Ammo bunday shartnomalar bo'lmagan taqdirda chet eldagi mehnat staji hisoblanmasligi mumkin. Yangi tizimda bu masalani qanday hal qilish rejalashtirilayotgani katta savol. Balki fuqarolarga chet elda to'lagan ajratmalarini O'zbekiston pensiya jamg'armasiga o'tkazish imkoniyati berilar. 2. Inflyatsiya va ballar qiymati. Ball tizimi joriy etilganda bu ballarning qiymati inflyatsiya sharoitida qanday indeksatsiyalanadi degan savol tug'iladi. Agar ballarning qiymati inflyatsiya sur'atida oshirilmasa, yillar davomida yig'ilgan ballarning real qiymati tushib ketishi va pensiya miqdori kutilganidan kamroq bo'lishi mumkin. Bu ball tizimining adolatli ishlashi uchun juda muhim mexanizm hisoblanadi. 3. Sotib olish imkoniyati. Ayrim mamlakatlarda fuqarolarga yetishmayotgan staj yillarini yoki ballarni sotib olish imkoniyati beriladi. Ya'ni ma'lum bir summani pensiya jamg'armasiga to'lash orqali stajni to'ldirish mumkin. O'zbekistonda ham bu kabi mexanizm joriy etilishi mumkinmi? Bu ayniqsa qisqa stajga ega bo'lganlarga pensiya olish huquqini berish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, Farhod akamiz o'zining yetishmayotgan 10 yillik stajini ma'lum miqdordagi mablag' evaziga sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilishi kerak, hurmatli do'stlar? Yangi qoidalar kuchga kirishidan oldin siz hozirdanoq faol harakat qilishingiz kerak. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1-2. Xizmat stajingizni va ajratmalaringizni tekshiring. Qayerga borish kerak? Birinchi navbatda fuqarolar davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali
Maybokov. Uz orqali elektron shaklda o'z mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ijtimoiy ajratmalar haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Maybokov. Uz saytida pensiya hisobvaragidagi ma'lumotlarni olish yoki mehnat stajini aniqlash kabi xizmatlar mavjud. Nimani tekshirish kerak? Sizning umumiy mehnat stajingizni, har bir ish joyidagi ishlash muddatini. Ish haqi miqdoridan o'tkazilgan ijtimoiy ajratmalar miqdorini diqqat bilan ko'rib chiqing. Ma'lumotlarning aniqligiga va to'liqligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, darhol choralar ko'rish kerak. 2. Hujjatlaringizni tartibga soling. Qaysi hujjatlar kerak? Mehnat daftarchangizning asl nusxasi. Diplomlar oliy ta'lim davri stajiga qo'shilishi mumkin bo'lsa, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, familiya o'zgargan bo'lsa, bolalarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, agar ko'p bolali ona bo'lsangiz, harbiy bilet. Nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar va boshqa barcha tegishli hujjatlarni to'plab tartibga soling. Bularning barchasi pensiya tayinlashda talab qilinishi mumkin. Hujjatlardagi xatoliklarni tuzatish. Agar mehnat daftarchangizda yoki boshqa hujjatlarda xatoliklar ismi sharifda ishga kirish chiqish sanalarida bo'lsa, ularni hoziroq tuzatish choralarini ko'ring. Buning uchun ish beruvchingizga yoki arxivga sudga murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Mutaxassis bilan maslahatlashing. Qayerga borish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga pensiya qonunchiligi bo'yicha mutaxassis maslahat beradi. Yangi qoidalar kuchga kirishidan oldin aniq vaziyatingizni tushuntiring va qanday choralar ko'rish kerakligi haqida so'rang. Nimani so'rash kerak? Sizning hozirgi stajingiz va ajratmalaringiz yangi tizimda qanday baholanishi? Pensiya yoshiga yetganingizda taxminiy pensiya miqdori qancha bo'lishi mumkinligi? Agar stajingiz yetarli bo'lmasa, uni qanday to'ldirish imkoniyatlari mavjudligi haqida batafsil so'rang. 4. Rasmiy bandlikka o'ting yoki ajratmalaringizni muntazam to'lang. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz yoki o'z-o'zini band qilgan bo'lsangiz, daromadingizdan pensiya jamg'armasiga o'tkaziladigan ajratmalarni muntazam va to'liq hajmda to'lashni boshlang. Aks holda sizning ballaringiz kam bo'ladi va pensiyangiz ham past bo'ladi. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim qadam. Hatto o'z-o'zini band qilgan shaxslar ham belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lashlari kerak. 5. Yangiliklarni kuzatib boring. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar haqida rasmiy manbalardan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Ijtimoiy himoya agentligi, pensiya jamg'armasi saytida doimiy ravishda ma'lumot olib turing. Bizning kanalimiz ham sizni eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib boradi. Yakuniy xulosa va so'nggi murojaat aziz do'stlar. Bugun biz 2026 yildan kuchga kirishi kutilayotgan pensiya tizimidagi yangi qoidalar haqida batafsil gaplashdik. Tushunishingiz kerakki, bu o'zgarishlar shunchaki kichik tuzatishlar emas, balki butun tizimni tubdan o'zgartiruvchi jiddiy islohotlardir. Bu o'zgarishlar ijtimoiy adolatni tiklashga, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan, ammo ayni paytda tayyorgarliksiz qolganlar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Kim ko'p rasmiy soliq to'lagan bo'lsa, shuning pensiyasi yuqori bo'ladi. Kim norasmiy ishlagan bo'lsa yoki soliqdan qochgan bo'lsa, ularning pensiyalari sezilarli darajada kamayishi mumkin yoki umuman oddiy pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishlari mumkin. Shuning uchun hozirgi vaqtda eng muhimi passiv holatda qolmaslik, balki faol choralar ko'rishdir. O'zingizning pensiya huquqlaringizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga soling. Zarur bo'lsa, mutaxassislar bilan maslahatlashing va kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun rasmiy mehnatga o'ting. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va sizni harakat qilishga undadi. Bu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Yangi pensiya qoidalari haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qiladi deb hisoblaysiz? O'z fikrlaringizni va savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu orqali biz umumiy muammolarga yechim topishimiz mumkin. Va albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Shunda biz kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.